Qadimda qayta tirilish urug'i degan nom olgan mana shu ukrob urug'ini foydasini kitobdan o'qib beramasligiga qaranglar. Xalq tabobatida ovqat hazmi buzilganda nafas yo'llari, jigar, buyrak, qovuq kasalliklari, shuningdek emizikli ayollarning sutini ko'paytirish uchun ukrob urug'idan kukun damlama va qaynatma holida foydalaniladi. O'rta Osiyo xalq tabobatida ukrob urug'ini qorin dam bo'lganida, ishtaha pasayganida, qorin og'rig'i, o'ttosh va siydik tosh kasalliklarida ancha ko'p ishlatiladi. Ibn Sinoning fikriga qaraganda, qorin dam bo'lganda, hiqichoq tutayotganda ancha yordam beradi. El va siydik haydash xossasiga ega bo'lib, ko'ngil aynayotgan mahalda, yurak o'ynayotganda ham naf beradi. Zamonaviy tabobatda bu o'simliklardan tayyorlangan galen preparatlarining hazm yo'lidagi bezlar ishini kuchaytirib, o't va siydik haydaydigan ta'sir ko'rsatishi, ichaklar ishini joyiga keltirib, muskullarning tortishib qarib turishini bartaraf etishi aniqlangan. Ukrob tomirlari muskullarning ham bo'shashtiradigan va siydik haydaydigan bo'lgani uchun ba'zi olimlar uning gipertoniya kasalliklari va ateroskleroz davosiga ishlatishni tavsiya etadi. Chindan ham ukrob damlamasi vena tomiridan yuborilganda qon bosimini tushirib, charchagan yurak ishini kuchaytirishi, ichaklarni bo'shashtirishi va siydik chiqishini ko'paytirishi hayvonlar ustidagi tajribalarda aniqlangan.